Endi sizlarga bugun tayyorlagan leksiyalarimizdan bir ko'rishaylik vatandosh. Bugünkü vaziyetimizden hem de siz bunun nazar aldırın ki vatandaşım. Ekim mesela çislağa bugün 2024 yıl 5. ayının 16. haftaga Perşembe vatandaş. Deksimiz bunda ekim meseleleri sohbeti. Fujian belgelik çünkü avamat ekesi denizge düşürüldü. Tayvan bilen Amerika Qo'shma Shtatlari maxfiy harbiy manevr o'tkazdi. Çünkü Rusya Tayvan bo'g'ozi masalasida hamkorlashdi. Amerikani ikki safda urush qilishga majburlandi. Amerika ovozini Xitoy tilli video film torbiti 5. ayının 16. günü YouTube vatandaş. Endi bunun ko'zi chiqishga meydan urush, biri Ukrainadagi urush, endi Tayvan bo'g'ozidami shunday bir urush portlandi. Masalan, Amerika ikki safda urush qilishga majburlandi. Amerikani ikki safda urush qilishga majburlandi. Bu degani Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin Beijing'da Reis Xi Jinping'le suhbatlashdi. Bu ikki davlat birleşip Amerikani Osiyoda masalan Tayvan bo'g'ozida urushga zorlamdi deganlik vatandosh. Ondan mavzumunda Amerika Tayvan deniz armiyalari o'tgan oyda maxfiy harbiy manevr o'tkazganligi dunyoning diqqatini jalb qildi. Beijing qat'iy qarshi turamiz dedi. Mavzuli xabar 5. ayının 16. günü Amerika ovozini Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Tayvan birlashib G'arbiy Tinch okeanda harbiy manevr o'tkazganligi to'g'risidagi xabarga qarta Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi qat'iy qarshi turadiganligini bildirdi. Bayonotchi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi vatandosh. Jungo taraf Amerika Tayvan harbiy parxodlarining tuyuqsiz uchrashib qolganligi to'g'risidagi xabarga diqqat qildi. Amerika tarafdan Tayvan harbiy taraf bilan til biriktirib, xato harakatlarni qilishini to'xtatishga yetakchilik qilamiz. Endi Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbinning talaffuziga qarang, tuvandagi ikki jumla talaffuziga vatandosh deydi. Wang Wenbin yana mundaq dedi. Qurolli kuch bilan mustaqillikka izlanish. Demek Amerika Tayvan maxfiy harbiy manevri o'tkazdi. Bu deganlik buning ma'nosi qurolli kuch deganlik. Mushu qurolli kuch orqali masalan Tayvanning mustaqilligiga izlanish. Bu birma. Ikkinchisi qurolli kuch bilan birlikka keltirishni rad qilish. Masalan qurolli kuch bilan birlikka keltirishni rad qilish. Amerika Tayvan ikki davlat maxfiy manevr o'tkazdi. Bu deganlik qurolli kuch yoki davlat kuchi orqali jungolik tashabbus qilayotgan, Reis Xi Jinping tashabbus qilayotgan birlikka keltirishga qarshi turish. Hammasi bu halokat yo'lidir. Endi bu hukm Jungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbinning hukmi mushu qilayotgan qiliqlar harakatlarning hammasi bu halokat yo'lidir. Oxirat cho'qim mag'lub bo'ladi. Bu natoyin Wang Wenbin efendi. Amerika Tayvan ikki davlat birlashib harbiy manevr o'tkazgan bo'lsa, ham buni maxfiy harbiy manevr deb atagan bo'lsa ikki davlatning ixtiyori. Bir xabarda bu deniz armiyalari Amerika Qo'shma Shtatlari parxod, harbiy parxod deniz armiyalari bilan Tayvanning harbiy parxod deniz armiyalari Tayvan bo'g'ozida qayerda bir yerda tuyuqsiz uchrashib qopti. Uchrashib qolgandan keyin salomlashadigan ishmi bo'ladi-da vatandoshlar, shunaqa emasmi? Endi bu uchrashib qilishni harbiy kuch bilan Tayvan mustaqilligiga izlanish, harbiy kuch bilan jungoliklar tashabbus qilayotgan birlikka keltirish, Tayvanni birlikka keltirishga qarshi turish, yoki rad qilish degan jumla
cümle ma'nisiga yoki buningdagi saviyani bu darajada yuqori ko'tarishning o'zila bu urush puraga kelayotgan gap bu Van Ben apanda. Bu urushni siz keltirib chiqaramsiz yoki boshqa tarafmi? Bana buningga ishonammidik. Yana bir xabar vatandosh, endi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvanga berib Laychingdening va vazifa topshirib elish murosimiga qatnashdi. Xi Jinpingni tanqidlab, Tayvan xalqining baxtli turmushini xarob qilmoqchi bo'lyapti deb ko'rsatdi sobiq davlat ishlar kotibi Kechiringlar vatandoshlar, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Mavzuli xabar 5-oyning 16-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washington Tayvanda prezident bo'lib saylangan Lay Ching-de 5-oyning 20-kuni vazifaga o'tirdi. Kelar hafta dushanba vatandoshim vazifaga o'tirdi. Bundan burun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden hukumatining bayonotchisi bayonot e'lon qilib, Joe Biden hukumati vakillar umiga avatib murosimga qatnashtirganligini e'lon qildi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden vakillar umiga tashkillab bu qatim Tayvanga 5-oyning 20-kuni o'tkaziladigan vazifaga o'ltirish, yangi saylangan prezident Lay Ching-dening vazifaga o'ltirish murosimiga qatnashtirdi. Buni Aqsaray bayonotchisi e'lon qildi. Har qaysi sohalar Beijing doiralarining mushu mezgilda qandoq inkos qaytarishiga yaqindan diqqat qilyapti. Hozir mushtat kun ichida Jungo doiralari, Kompartiya doiralari mushu ishga qanday inkos qaytardi. Hozir qaragandan bir xabarlarda mushu orliqda 45 dona aeroplan avatib, harbiy aeroplan avatib Tayvan atrofida parakandachilik paydo qilgan gap. Jungo hukumati hamda bu saylam oxirlashi vazifaga o'ltirish, mushu murosimga tahdid paydo qilish vatandoshlar. Diqqat qilmoqda, xalqaro jamiyat diqqat qilmoqda. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq ko'rsatdi. Jungoning inkosi Amerikaning Tayvanga qandaq vakillar umiga avatishga qaramaydi. Hozir Amerikadan Tayvanga boradigan vakillar umiga hamda Jungo tarafni qiziqtirmaydi. Chunki buning ichida deysinglar va vatandoshim 2022-yil 8-oyning 2-kuni Amerika Jungo munosabati jiddiylashgan paytda shu kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'l rahbari sobiq Avam palata boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qildi. Shundan keyin hisoblasa hozir sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning gapi bilan baho bersangiz, endi bundan keyin Tayvanga Amerika tarafdan hukumat amaldorlari, vazifadagi amaldorlar va yoki sobiq amaldorlar va yoki davlat majlisining a'zolari, katta nopuzliq arboblar Tayvanni ziyorat qilamdi, qilmamdi, buning hozir jungolikning parvoyi palak bo'ldi degandek ma'noda aytibdi. Sobiq davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Chunki bu yerdagi qizil siziq allaqachon besilib bo'ldi da vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlarining 3-qo'l rahbari Nancy Pelosi xonim shu chog'da Tayvanni ziyorat qilib bo'ldi da vatandosh. Endi shundan keyin bo'g'a amaldorlarda jungolikning nazarida ancha cho'ng gap emas deydi. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Mike Pompeo shuni deb bilib, keyindan bir jumla aytibdi-ki, Rais Xi Jinping Tayvan xalqining baxtli turmushini halok qilmoqchi yoki dafsanda qilmoqchi va yoki xarob qilmoqchi bo'lyapti deydi. Mana bu Jungnanxay Rais Xi Jinpingning Tayvanga qaratgan niyat iqboli degan shu demoqchi bo'lyapti vatandoshlar. Nimdeydi vakili qaramaydi vakillar umigini kimning tashkillanishini qaramaydi buning Jungo hozir dedi. Balki Xi Jinping qarniyatlik mustabid. Tayvan xalqining baxtli turmushiga buzg'unchilik qilishni o'ylashyapti. Qarniyatlik mustabid.
Sabık devlet işlakatı Antony Blinken deydi ki Xi Jinping qarniyetlik müstəbit. Tayvan'ı alaq qınmaqşı, veyran qınmaqşı bolup atıdı. Mike Pompeo sabık devlet işlakatı ve gene mındaq görsetdi. Leyçingde Tayvan'ı birinci urunu koydu qalla bolsa, yaki Leyçingde yan prezident Tayvan deydi qalla. Tayvan'ga can pidalıq bilen barlığını tapşırdığan bolsa ve Tayvan'ı yaxşı başqurdığanla bolsa, şununla ki deydi sabık devlet işlakatı Mike Pompeo, ondaqda Amerika halkının qolluşu girişidir. Vaqtda Leyçingde, prezident Leyçingde Amerika halkı qollaydı. Prezident Joe Biden hükümeti 5. ayının 13. günü matbuatı mındaq bildirdi. Aldınqı hükümet əməldarlardan Beryan Dez, şundaqla Richard Bush. Bu kişi aynı vaxt Amerikanın Tayvan'da turistlik vakalatxanasının başlığı bolğan idi. Endi hazır sabıq Tayvan vakalatxanası başlığı Richard Bush. Ondan Richard Armitage prezident, sabıq prezident George W. Bush devrinde devlet işler katibi, mavun devlet işler katip bolğan kişiydi vatandaş. Ondan keyin Laura Rosenberg. Hazır bu kişi ameliyatı vazifede hazır. Tayvan vakalatxanasıdır mı? Vazife ötəvatqan kişi. Muşa əməldarlar, məsələn, vəzifədəki əməldarlar və vəzifədən qalğan hazır vəzifənin sırtındakı əməldarlar, Amerika əməldarları yoxurda, Mike Pompeo, sabıq mağun devlet işlakatı Richard Armitage, ondan ikinci Richard Bush, Tayvan'da turuş vakalatxananın başlığı bolğan sabıq başlıq, ondan yani birisi Laura Rosenberg. Hazır Tayvan'ın vakalatxanasında başlık bulup durgan. Muşu kişiler vekil bulup, bu qitim Tayvan'da ötküzülüdüğün Prezident Lay Ching-te'nin vazifege olturuş murasimiga qatnaşıdı. Mana bu bugünkü haberler deymiz, vatandaş endi bunu. Yani birisi qısqa haber şeklinde sizlerge yetkizadigan haberlerimiz var deysinler bu vatandaş. Bunun deysiniz, birinci ekranda Amerika agahlandırış berdi. Cumhuriyet Partiyası 5. ayının 20. günü çoğun hareket qilishi mümkün. Asli mavzu Lay Ching-te vazifege olturuş murosimi ötküzüdü. Cumhuriyet Partiya armiyasi hareket yönelişini özgertti. 5 burcaklik bina 2 tane yadro yıkılgısı bilen hareket kılırgan avamatkıga buyruk düşerdi. Ümit Sadası TV 5. ayının 15. günü YouTube vatandaş. Ekranda Amerika armiyası F-35 harbiy aeroplanını Asya Tinç Okyanı rayoniga topladı. Cüngünü bütünley kurşavga aldı. Pullu qaraydıgan yıllar 5. ayının 15. günü YouTube vatandaş. Prezident Vladimir Putin Xi Jinping'e bergen soğusu bütün dünyanı zilzili keltirdi. Nime qilish kerak degaysizdi ama şu soğuğanın reis Xi Jinping'e berilişi Prezident Vladimir Putin tarafından bütün dünyanı zilzili saldı. Nime qilish kerak degendi. Lekin Prezident Vladimir Putin talep qilgan narsani Jungo berolmaydi. Mana gap qandaq. Jungo siz Vladimir Putin'e banka arqılıq, banka şirketler arqılıq, pul muamele organlar arqılıq beriyotgan iqtisadi yordam, savdo ticaret arqılıq beriyotgan iqtisadi yordam ve şundaqlı şirketlerning Rossiyaning harbiy texnikasiga yoki harbiy kuchiga qo'shayotgan to'pisi mushlarning hammasi nazardan tutganda Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb lagerining hisobot daftarida ochiq turgan harakatlar bor. Şunlaşqa deydiki hazır Prezident Vladimir Putin Beijing'e geldi. O talep kılgan narsini reis Xi Jinping berelmeydi deydi vatandaş.
Anandaki yana bir xabar bunu keyindila. Filipinning biliqchilari Huangyanda orlig'i chiqdi. Endi bu konkret masala vatandosh. Huangyanda Filipin bilan jungo o'tirish talash tortish bo'layotgan orol. Hozir bu xabarda Filipinning biliqchilari Huangyanda orlig'i chiqdi deydi, quruqliqqa chiqdi deydi. Buning uchun jungo qanday inkos qaytarish kerak? Bu inkosga qarshi Filipin qanday inkos qaytarish kerak? Mana bu jiddiy xabar vatandoshlar. Andın bunu deydi o tez haber, ameliyatda bu haber değil mi? Tez haberdi. Torbiyeti beripti, aptoru macı. Hele Tungan dostumuz 5. ayının 15. günü yurtta. 5. ayının 20. günü murasimi yetip geldi. Yani bir haber vatandaş. Çünkü Kompartiyasının 45 tane harbiy aeroplanı Tayvan'a parakende kıldı. Başta ettik o. Amerika Qo'shma Shtatlar qattiq ogohlantirish berdi. Asli mavzu Amerika Jungo Kompartiyasiga pisand qilmadi. Qizil siziqqa dastlab turib, Amerika Leychingdening Tayvanda o'tkazilgan vazifa o'tash murosimiga qatnashadiganligini bildirdi. Umid Sadasi TV 5. ayının 16. günü. Mana bu 4 torbetlerinde ve torbet film işleş torbetlerinde ayrım berilgan xabarlar. Hemmisidan qo'shib kelganda ahvolga qarasınız. Bir ciddilik mesela F-35'den toplanışı, Asya Tinch okeaniga yetib kelishi, Jungo'nun 45 tane harbiy aeroplan chiqarishi deyli. Shundan qaraganda 5. ayının 20. gün Tayvanda o'tkaziladigan bu sayılma, bu vazifaga o'tirish murosimida Jungo hükümetinin o'zining jiddiylashyotganligini ko'rib olasizlar vatandoshlar. Nimaga jiddiylashyapti? Masalan, odatdagi sayyin va mubadavada vazifa topshirib oldi, 8 yil chiroyli tamomlandi. Leychingda ham shunga o'xshash vazifa topshirib oldi, bundan keyin xizmatlarni bajardi, ishlaydi. Mana shundoq Tayvan yana davomli Amerika Qo'shma Shtatlari ko'ngil bo'ladigan bir rayon, bir o'lka, bir davlat vatandosh. Chunki Tayvanni Amerikaning o'g'il qizlari ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushi davrida Tayvanni ozod qilgan Amerika xalqi edi vatandosh.